Sport muxlislari Jasur Alijonov tomonidan ochilgan Mangu Professional Ligasining birinchi turniri 7-fevral Toshkent Humo Arenada bo'lib o'tadi. Hozir sizlarga bu turnirda o'zbek MMA jangchilaridan kimlar jang qilishi haqida ma'lumot beraman. Videoni ko'rishdan oldin bir dona like bosib qo'ying. Bu men uchun keyingi videolarni chiqarishimga katta motivatsiya bo'ladi. Rahmat. Bu liga masxarabozlarni joyi emas. Men muxlislar uchun haqiqiy janglarni va sportchilarni ko'rsatmoqchiman. Men bu ligani UFC darajasiga olib chiqaman. Muxlislar 7-fevral haqiqiy janglarni ko'rasiz, deydi liga prezidenti Jasur Alijonov. Mangu MMA ligasida o'zbek MMA jangchilaridan kimlarni ko'ramiz? Amirxon Alixo'jayev, Xotamboy Nazarov, Muhiddin Mamajonov, Suhrob Mirzavaliyev, Furqatbek Yoqubov, Islom Boltayev, Shukurjon Abdurahimov, Bahromjon Ro'ziyev, Avliyoxon Hamidov, Shahzod Yo'ldashev, Asliddin Eshonqulov, Mo'minjon Mamajonov, Suhrob Atajonov. Siz kimning jangini kutyapsiz? Yozib qoldiring. Muxlis bo'lgan sportchingizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Ma'lumotlarga qaraganda Mangu MMA ligasining birinchi turnirining mehmoni MMA afsonasi Fyodor Emelianenko. 7-fevral Toshkent Humo Arena Mangu MMA barchangizni kutib qolamiz. Tez orada biletlar sotuvga chiqadi. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosib kanalimizga obuna bo'ling.